Alemde milyardlarca yıldız mevcut. Şundaqla bularning hammasi nur chechib turgan tursa, alem bo'shlig'i yana nima uchun qorong'u? Kuzatkili bo'ladigan alemde taxminan 2 trilyon galaktika, her galaktikada en az bo'lganda 100 milyon yıldız mevcut deb qaraladi. Bu milyardlagan yıldızlarning nur chechish natijasida kechasi qargan vaqtimizda alem bo'shlig'i yo'riq ko'rinish kerak emasmidi? Ammo ma'lum bo'lganidek ahvol bundaq emas. Bu hodisa Olber zidligi deb ataladi. Bu zidlikning sababi to'g'risida eng qoyil qilarliq va kuchga ega deb qaralgan tushuntirish mundaq. Alem taxminan 13,7 milliard yoshda bo'lib, bu deganlik biz eng yiroq bo'lganda yer shariga 13,7 yo'riqlik yili keladigan doiradagi yulduzlarni ko'zlaymiz. Ya'ni yulduzlardan chiqqan yo'riqlikning hammasi bizga tex yetib kelgani yo'q. Bu doiradagi yulduzlarning zichligi kechasi alem bo'shligining yo'riq bo'lishi uchun yetarli emas. Shunga alem hozirgidek qorong'u. Alem bo'shligining qorong'u bo'lishining yana bir sababi mundaq tushuntirildi. Yo'riqlikning belgilik bir to'lqin uzunligi va chastotasi bor. Insonning ko'zi spektr bellig'idagi ko'rinadigan rayon deb ataladigan yo'riqlik bo'ligini ko'ra oladi. To'lqin uzunligi bu bo'lakdikidan cho'ng va kichik bo'lgan yo'riqliklarni inson ko'zlayolmaydi. Doppler effektiga asoslanganda yo'riqlik manbasi bizning yiroqlashgan siri uningdan chiqqan yo'riqlikning to'lqin uzunligi cho'ngib boradi. Navbatdagi nazariyalarga asoslanganda olamning kengayayotganligi va yulduzlarning bizdan yiroqlashib ketayotganligi ma'lum. Doppler effekti bo'yicha qaraganda yulduzlarning bizdan yiroqlashishi natijasida ulardan chiqqan yo'riqlikning to'lqin uzunligi cho'ngib mang'ashqa yo'riqlik qizilga qarab siljiydi va bargan siri biz ko'ra oladigan yo'riqlik bo'ligidan chiqib ketadi. Shu sababdan olam bizga qorong'u ko'rinadi.